Assalomu alaykum yana bir bor. Bugun sizlar bilan muhit kodlar haqida gaplashamiz. Faoliyatimiz davomida shunday muammoga duch kelamizki, shot faktura jo'natayotgan paytda bizga kerakli bo'lgan muhit kodi chiqmay qoladi. Shaxsiy kabinetimizga o'zimizga kerakli bo'lgan muhitni topish va uni to'g'irlashni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, aytaylik biz shot faktura jo'natmoqchimiz. Muhit kodini albatta ko'rsatishligimiz shart deb belgilab qo'yilgan, lekin e'tibor bering, birorta ham muhit kod demak bu firmamizda mavjud emas. Bunday holatda qanday yo'l tutamiz? Eng birinchi navbatda bizning o'sha tovar yoki bo'lmasam xizmatimizni nomi nima ekanligini aniqlashtirib olishimiz kerak. Keling, bizda mahsulot bo'la qolsin. Endi bu sizni firmangizda faoliyat turingizdan kelib chiqib belgilanadi. Keling, hozir birgalikda meva bilan shug'ullanadigan firma misolida ko'rib o'taylik. Xo'p, demak, eng birinchi navbatda tasnif.soliq.uz saytiga o'tib olamiz. Bu sayt yordamida siz kerakli tovar va xizmatlar muhit kodlarini bilib olishingiz mumkin. Ayni paytda demak mana shuncha mahsulot va xizmat nomlari demak katalogda mavjud ekan. Bularni bemalol yuklab olib, aytaylik, ko'rib olishingiz mumkin. Endi xo'p, demak bizga qaysi tovarning muhit kodi kerak? Mana shu yerda qidirishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, matn bo'yicha qidirish bor. Matn bo'yicha kengaytirilgan qidiruv yoki bo'lmasa muhit bo'yicha qidiruv, shtrix kod bo'yicha qidiruv. Siz qidiruv parametrini to'g'ri tanlagan holda endi matn bilan qidiramiz biz hozir. Shu bo'yicha demak tanlab qidirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, matn bo'yicha aytaylik. Xo'p, olma. Demak, olma deb yozamiz. Xo'p, demak e'tibor bering, mana olma barcha navlari. Xo'p, yoki bo'lmasam olma daraxti, ko'chati, olma kislotasi. Endi biza meva bilan shug'ullanganligimiz uchun olma demak barcha navlari aytaylik mana shu va uni muhit kodi demak mana bu bo'ladi. Demak, muhit kod ustida bitta bosamiz. Hop. Olma. Olma. Muhit kodni ustida bitta bosamiz. Demak, bu yerda shu narsani ham aytib o'taylik. Shaxsiy kabinetga kirib olish esdan chiqmasin. Shaxsiy kabinetimizga o'tib olamiz. Hop. Demak, mana shu firma misolida ko'ryapmiz. Hop, olma. Demak, muhitini aniqlab bo'ldik. Boshqa mevani ham qidirib ko'ramiz. Masalan, nokni qidirib ko'ramiz. Demak, nok barcha navlari. Demak, mana muhit kodi. Xo'p, mana shu tarzda siz o'zingizga kerakli bo'lgan istalgan mahsulotni muhit kodini bilib olishingiz mumkin. Misol uchun, men uzum deb yozdim. Mana yangi uzum, mana muhit. Xo'p, uzum barglari, uzum ko'chati, keyin yana mana bunday mahsulot, yana mana bunday demak xomashyolarimiz ham bor ekan. Xo'p, misol uchun endi yana boshqa bir turdagi mahsulotni ham qidirib ko'ramiz. Masalan, xo'p, aytaylik, sizni firmangiz qandaydir bir xizmat bilan shug'ullanadi. O'sha xizmatlarni ham bir qarab ko'ramiz. Xo'p, demak, yo'lovchilarni jamoat transportida tashish xizmati, gaz ta'minoti xizmati yoki bo'lmasam avtoturargoh xizmatlari mana deyarli barcha xizmatlar, ovqat yetkazib berish xizmati, demak barcha deyarli xizmatlar hammasi muhit kodlari bilan mana berilgan, ko'rsatilgan. Siz bemalol bu kodlarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana demak, kuryerlik xizmati ham bor, mana uni muhiti.
Hop, notarial xizmatlar. Yaxshi. Endi demak biz MIXI kodlarni topishni bildik. Endi buni qanday qilib shaxsiy kabinetimizda shakllantiramiz yoki bo'lmasam aks ettiramiz? Eng zo'r yo'li bor. Demak, mana shu Didux saytini o'zidan ham bu jarayonni amalga oshirsa bo'ladi. Hop, profil. Demak, mana shu menyusiga o'tib olamiz. Bu yerda mana e'tibor bering, MIXI kodlar deb yozilgan. Demak, profil MIXI kodlar. Hop, mana qaraydigan bo'lsam, hozir mana profilimda birorta ham demakki o'sha hech qanday tovar yoki xizmat MIXI kodlari ko'rsatilmagan. Endi bularni men o'zimning shaxsiy kabinetimga qo'shishligim uchun mana qidiruv tugmasidan bemalol xuddiki tasnif saytida qidirganim kabi qidirib, mana bu qo'shish tugmasini bosish orqali o'zimning shaxsiy kabinetimga demak o'sha MIXIni joylab qo'yishligim mumkin. Hop, odatda sizlarga maslahat beriladi Kiril alifbosidan foydalanib qidirishni, chunki tasnif saytidagi deyarli barcha, e'tibor bering, barcha o'sha tovar nomlari, xizmat nomlari Kiril alifbosida kiritilgan. Hop, endi lotin alifbosida ham qidirib topib beradi. Masalan, o'sha olma. Hop, demak, olma o'chiraman. Hop, mana olma barcha nomlari. Hop, tanlab mana qo'shish tugmasini bosaman. Natijada mana hosil bo'ldi. Demak, mana shaxsiy kabinetimda mana shu MIXI paydo bo'ldi. Yana bir ikkita MIXIlarni qo'shaman hozir. Birgalikda qo'shamiz. Aytaylik, demak, nokni qo'shamiz. Demak, yozib, hozir ro'yxat bo'sh degan yozuv chiqdi, chunki men lotin alifbosida yozdim. Hop, mana nok. Hop, nok qo'shish. Hop, o'lchov birligiga ham ahamiyat berishingizni so'rayman kilogramda. Endi bu o'lchov birliklarini o'zingiz istalgan o'lchov birligida to'g'rilab olishingiz mumkin. Hop, navbatdagi yana bitta marketing xizmati. Mana shu marketing xizmati MIXIni ham hozir birgalikda qo'shamiz. Hop, mana marketing xizmati, marketing va reklama maslahati xizmati. Demak, bizniki mana bu. Mana va qo'shish. Hop, demak, bu yerda mana xizmat bo'lganligi uchun xizmat so'm o'lchov birligi. Bo'ldi. Natijada mana shu 3 ta mahsulot yoki xizmat mana profilimda paydo bo'ldi. Endi shot faktura yaratayotgan paytda bemalol foydalanishingiz mumkin. Hozir yana bitta yaratishga harakat qilib ko'ramiz. Mana shot faktura chiqmaslik ehtimoli bor. Biz demak o'sha MIXIlarni o'zimizning shaxsiy kabinetimizga qo'shganimizdan keyin akkauntdan chiqib boshqatdan kirishligimiz kerak. Yo'q, mana bor. Odatda demak mana shu yerda siz qo'shgan tovarlar MIXI kodlari chiqmasa, demak akkauntdan chiqib boshqatdan kirishni sizlarga maslahat beramiz. Mana demak marketing xizmati bemalol shot faktura yaratishingiz mumkin. Demak, marketing xizmati o'lchov birligi, mana ko'rsatilgan soni, narxi va hokazo. Mana shunday tartibda MIXI kodlarni bemalol shakllantirishingiz mumkin. O'ylaymanki, bu darsimiz sizlar uchun ham foydali, ham manfaatli bo'ldi.